Assalomu alaykum go'zallik shaydolari. Kollagen izlagan insonlar uchun ajoyib yechim. Har doim hazillashib aytaman. Srochno turmushga chiqish kerakmi sizga? Mana shu kollagendan foydalaning. 2 haftada natijasini ko'rasiz. Natijasini ko'rmasangiz mana oldimga keling. Nimasi bilan mashhur degan paytda bu kollagenni tarkibida polipeptid shunaqangi organizmga tez singadigan qaldirg'och so'lagidan olingan ajoyib kollagen mahsulotimiz bor. Buni tarkibida epidermal o'sish faktori hamda sial kislota mavjud bo'lib, sial kislota 8-12% tashkil qiladi. Bu sizga ertalab bir bokal suv ichganingizdan keyin buni kollagenni ham suvga aralashtirib ichasiz. Ovqatdan 1 soat oldin. 2 mahal ichmoqchi bo'lsangiz, kechki ovqatdan 4 soatdan keyin ichishingiz mumkin. Davomiyligi 3-4 oy ichadigan bo'lsangiz, bu sizdagi mayda ajinlarni yo'qotish bilan birgalikda qosh ko'zingizni, tirnoqlaringizni, sochlaringizni chiroyli qiladi. Yuzingizga lifting effekti beradi. Ya'niki sizda baqbaqalar hamda yuzda osilish holatlari ham yo'qoladi. Teringiz chiroyli bo'ladi. Qo'shimcha ravishda kollagen bu sizni ichki a'zolaringiz, bo'g'imlaringizga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yosharish sirlari aynan mana shunda. Qadim Xitoy imperatorlari, zodagon oilalar qaldirg'och inidan sho'rvalar tayyorlab ichishgan. Hozirgi kunda zamonaviy mana sizga aynan qaldirg'och inidan tayyorlangan ekstrakt ko'rinishidagi kollagenlarimiz. Marhamat, foydalaning.